Bugun sizlar bilan o'zimni eng yaxshi ko'rgan parfyumlardan bittasini obzor qilamiz. Juda ham qiziq yo'nalish. Hashamatni yaxshi ko'radigan, qimmat hidni yaxshi ko'radigan u parfyum kiyim tanlaydi. Xo'p, ko'z oldingizga keltirish uchun qaysi parfyumlarni yaxshi ko'rgan odamni tavsiya qilish mumkin? Qaranglar, Creed'ni Millennium Imperial bu parfyumni mazza qilib ishlatgansiz. Bu o'zi erkaklarning parfyumi, qisman yuni deb atasa ham bo'ladi. Bir 30% ayollar ham foydalanadi. Anu jiddiy biznes ladylar bo'ladi. Umuman qanaqadir jiddiyroq ifor yaxshi ko'radigan ayollarga ham tavsiya qilsa bo'ladi. Ko'proq 70-80% erkaklar oladi. Buni yaxshi ko'rgansiz, mazza qilib foydalangansiz. Bulgariyni bu kolleksiyasini yaxshi ko'rgansiz, yog'ochli notani yaxshi ko'rgansiz. Buni Armando Jane'ni kolleksiyalarini men lineykasini sevib sepgansiz. Qanaqadir zo'r emotsiya olgansiz. Oxirgi paytda Tom Ford ham shunaqa o'xshashroq hid chiqargan. Lekin bu kolleksiya super nisha hisoblanadi. Hozir ko'rsatmoqchi bo'lgan obzorimizda atir 2018 chiqqan, lekin hamma joydan topishingiz qiyin bo'lgan noyob yo'nalish. Hop, Tom Fordni bu Damra Lazer'i oxirgi paytda zafaron bilan zo'r chiqaryapti. Buni yaxshi ko'rgansiz. Hop, men eng yaxshi ko'rgan yerda o'sha garderobim ichida bo'lgan Stefanoni Dubai degan nomlangan lineykasi zo'r chiqarib qo'ygan. Bu parfyumlarni yaxshi ko'rgansiz. Imini ko'rsatmoqchi bo'lgan parfyumimni sevib qolasizlar. Dior oilasidan juda ham qiziq bo'lgan. Bir paytlar ko'rsatganmidim, eslolmadim. Bunaqa obzor hali bo'lmagan. Juda ham qiziq bo'lgan Purple Oud kolleksiyasi juda ham zo'r. Super nisha hisoblanadi. Eksklyuzivniy lineykasi hisoblanadi. Ko'rishingiz mumkin. Rangini purple qilgani bilan jenskiy rang bo'lgani bilan bu ayollarning hidi emas, umuman boshqa narsa. Ifor hozir sepib notalarni emotsiya bilan tushuntiraman. Juda ham qiziq, super parfyum. Hop, ko'ramiz. Bismillah. Cho'zmaymiz-da. Ajoyib balansi bor. Oud bo'lgani bilan og'irmasda, lekin hidini sezmaslikning iloji yo'q. Bu aytganimdek kiyim tanlaydi. Iminni asrdan keyin, misol uchun, endi shomga yaqinroq bo'ladi-yu, o'sha paytda qanaqadir maxsus tadbiringiz bo'ladi, yig'ilish, to'y hasham bo'ladi. Shunaqa joylarga seping, iminni kiyimlar bilan, obrazlar bilan boring, super bo'ladi. Yog'och bo'lgani bilan shunaqa yumshoq kelyapti. Iris hidi ham bor, shunaqa kolaboratsiya bo'lyapti. Azizgina ziravorli notasi bor. Bilinar-bilmas achchig'i bor, shunaqa yoqyapti. Odamga qanaqadir savlat duh beradigan parfyum. Umuman boshqa yo'nalish. Bilsanglar, Batissiani bitta kolleksiyasi bor. Kakras buni rangiga o'xshab ketadi. Super nisha bu ham. Juda ham qiziq. Violet Safir deb nomlangan. Iminni purple rangli. Qiziq. Qisman bunda ham shu iminni shu purple hidi bor. Qiziq yo'nalish. Bun bilan men buni bor, mana mashinalarni tipi o'xshata olayman. Ko'proq o'xshatgan yo'nalishim. Mana mashinalar shu bilan shuni mix qilsa, pashti mashq hid bo'ladi yoki bu bilan buni mix qilsa, mashq hid qilib beradi. Lekin bu o'zi alohida boshqa tema. Kakras bitta joyga boramiz hozir. O'zim yoqtiradigan ifor. Ana orada foydalanadigan atirlarimdan bittasi bu bo'ladi. Ko'pchilik nima atir foydalanas deydi-yu, o'shalarning ichida bu qisman yaxshi ko'radigan hidim. Yog'och bo'lganda ham bog'maydi. Umuman boshqa dunyo. Hop, narxiga keladigan bo'lsak, hop, proba sifatida agar test tariqasida olaman desanglar, 5 mg 500 ml butuni 125 talik flakon bo'ladi. Bu kattasi 550 atrofida sotganmiz, sotyapmiz ham o'zi. Endi kelishiga qarab, yangi partiya endi kelishiga qarab plus minusi bor. Bu eski partiyani narxini aytyapman-da. Lekin yaxshi sotamiz. Endi videoda ko'pincha narxini aytmaysizlar deydi. O'sha aytib o'tib ketyapmiz. Bugun juma bo'lsa, xudo xolasa sizlarga bitta har doimda yana yangiligim bor. Hop, chegirma, ya'ni 20:00 bugun hozir yaqinda qo'yamiz, xudo xolasa, obedgacha qo'ysak, 20:00 gacha amal qiladi. Soni cheklangan. Prosta sizlarga yaxshi narsani ilyapman. O'zingizlar ko'rdinglar, qanaqadir ichingizlar jiz qildi, olib ishlatmoqsizlar, olib foydalaninglar. Hop, 5 mg emasda endi. Videoda ko'pincha 5 gram qo'yardim. Endi 5 emas, kamlik qilib qolishi mumkin bu parfyum. Mazza qilib ishlatishingiz uchun 8 mg ni shunday ko'rinishda bo'ladi. Metallari ham ajoyib, yaxshi flakonda beryapman, mnogorazli flakonda. Bo'lsa yaxshi narsani yaxshi narsada foydalaninglar demoqchiman. Hop,
5 milligrammini 500 ming emasda, endi 8 milligrammini 400 ming so'mga. 20.00 gacha. Bunaqa narx bo'lmagan. O'zim yaxshi ko'rgan parfyum sizlar uchun ilomonman. Bu aytganimdek obzor. Faqat o'sha qo'ygan izohatim ozgina vaqtga sizlarga ilomonman. Lekin keyinchalik butun ko'rishda olaman desanglar, o'zingizlarning garderobingizga qo'yaman desanglar, qanaqadir qiziqarli yo'nalish. Aytdim-ku, misol uchun bularni yaxshi ko'rgansizlar, bu lineykalarni, yog'ochli yo'nalishdan Tom Fordlarni sevasizlar, buni ham yaxshi ko'rib qolasizlar. Xudo xolasa buni olib foydalanganinglardan keyin izohlar bo'limida kommentda izohinglarni обязательно kutaman. Qanaqa emotsiya oldinglar, nima bo'ldi, kimdan qanaqa otziv oldinglar, qanaqa reaksiyalar bo'ldi, yozib qoldiringlar. Izohinglar men uchun ham o'qiyotgan obunachilarimiz uchun ham juda ham muhim. Izohinglarni kutib qolaman.